Bismillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo bu tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Ramazon oyi yakunlanib, ro'zani demak nihoyasiga yetarkanmiz. Yana mana shu ro'zaga tegishli bo'lgan hukmlardan bittasi fitr sadaqasi. Fitr sadaqa nima uchun beriladi desa, 3 narsa uchun beriladi. Birinchisi, xuddi bu namozda nuqson qilib qo'ysa, sajda savq qilgani kabi. Ya'niki unutib qo'yganligi uchun bir sajda qilib qo'yib, shuni kaforat qilgani kabi fitr sadaqa ro'zani ichida qilingan o'sha xatolarni, demak, mahv qilishlik uchun, o'chirishlik uchun beriladi. Ikkinchisi, qalblarga muhabbat solishlik uchun. Ya'ni fitr sadaqa berishlik bilan odamlarning o'rtasida muhabbat paydo bo'ladi. Uchinchisi, kambag'allarning uyida ham hayit kunlari bayram bo'lishligi iroda qilinadi. Shu ma'noda demak, bu fitr sadaqani chiqarishlik kerak bo'ladi. Endi buni qachon vojib bo'ladi fitr sadaqa va kimga vojib bo'ladi? Kimlar beradi fitr sadaqani? Kimlarga beradi va kimlarga bermaydi? Mana shu savollar juda ham muhim. Shu ma'noda demak, birinchi kimga vojib bo'ladi degan savolga agar javob aytadigan bo'lsak, nisob egasi bo'lgan kishiga. Nisob egasi bo'lgan kishi kim? Zakot bergan kishi va bermagan nisob egasi bo'lgan kishi. Zakot bergan kishi 85 gram tillaga ega bo'lib, keyin o'sha ega bo'lgandan boshlab shu tillaga 1 yil aylanganda ozaymasa, undan ko'prog'i ham shu hukmda, ya'ni 85 gram tilla va undan yuqorisiga ega bo'lib, o'sha ega bo'lgan paytdan 1 yil aylansa, zakot berish vojib. Endi fitr sadaqasigacha desa, aylanmasa ham vojib. Men bo'lsa hozir misol uchun 85 gram tillaga ega bo'lsam, ana shunda menga fitr sadaqa berish vojib, zakot vojib emas. Zakot qachon vojib bo'ladi desa, shunga 1 yil aylansagina vojib bo'ladi. Mana shu miqdordagi, demak, mol-mulkka ega bo'lsam. Endi mana shundan hozir xalqimiz ichida juda keng tarqalgan narsa, yaxshi amal bu ham-ku, lekin baribir buni fiqhini bilib qo'yish kerak. Misol, hoji akam 85 gram tillaga va undan ko'piga ziyodga qodir, lekin onasi qodir emas, otasi qodir emas. Otasiga va onasiga fitr sadaqa berish vojib emas. Va bu kishi ulardan ham berishi vojib emas. Men dadamga berib qo'yaman, ayamga berib qo'yaman desa, buni o'zicha berib qo'yishga haqqi yo'q. Aya, dada, men sizdan berib qo'ydim deya olmaydi. Bu masalani tushunish kerak. Ko'p yillardan beri buni tushunmayapti odamlar. Qanaqa qilib buni ado qiladi desa, mabodo ayasi dadasi berishligini xohlasa, ayasini dadasini qo'liga o'sha 2 kilo bug'doymi, 4 kilo arpami yoki 4 kilo xurmomi yo 2 kilo mayizmini beradi. Yoki shuni summasini berib, mana bu sizga, siz xohlagan kishingizga ado qiling yoki o'zingiz bilasiz deydi. O'zicha ado qilib qo'yish mumkin emas. Balog'atga yetgan bolalaridan, otasidan, onasidan o'zicha ado qila olmaydi. Men berib qo'ydim deya olmaydi sizlardan. Chunki bu kishiga vojib bo'lgan bilan otasiga yoki onasiga vojib bo'lmasligi mumkin. Shunaqa tillasi yo'q yoki shunaqa moli yo'q. Otani moli bo'lmasa. Xuddi shunday ota balog'atga yetgan bolasidan ham berish vojib emas. Men rosa katta boyman. Bolam bor, balog'atga yetgan, o'zicha pul topadi, lekin u unaqa boy emas. O'zini mulki bor. Nisob egasi emas. Endi nima bo'ladi desa, bola o'zi beradi. Nisob egasi emas. Balki u haligi puli ham yo'q cho'ntagida. Ota berishga majburmi, majbur emasmi? Majbur emas ota berishga. Ota o'zidan beradi xolos. Balog'atga yetgan bolasi o'zi. Kimdan beradi ota desa, balog'atga yetmagan bolasidan beradi. Xotinidan berish masalasi ixtilofli. Xotini, agar xotini boy bo'lsa, o'zi beradi. Xotinidan berish masalasi ixtilofli, shuning uchun unga bersa joiz bo'laveradi, nafaqasi vojibligini e'tiboridan. Endi shu bilan bir qatorda nisob egasi deganda yana kimlarni tushunamiz? Nisob egasi deganda faqat
tilla bo'lishi kerak emas. Misol 40 ta qo'y bor, yaylovda o'tlaydigan. Zakot berishga qachon zakot beradi desa, unga ham 1 yil aylangandan keyin beradi. Lekin hozir mana 2 ta qo'y tug'ilib qoldi yana. 38 ta edi, 40 ta bo'ldi qo'y. Endi mana shu kishi nima beradi? Agar qo'yi 6 oydan ko'p yaylovda yursa, shu kishi sadaqa fitr beradi. Ro'za fitrini beradi. Bo'lmasa bermaydi. Endi kimlarga beriladi degan savol bor. Kimga beriladi? Ana shu kimlarga beriladisini ham yaxshi bilish kerak. Usulga berib bo'lmaydi. Usulga berib bo'lmaydi degan otasiga, onasiga, bobosiga, buvisiga, bu qancha tepaga ketsa ham unga sadaqa fitr berilmaydi. Navarasiga, o'g'liga, o'g'lining o'g'li va hokazo qancha pastga ketsa ham unga ham berilmaydi. Endi sadaqa fitrni eng yaxshi beriladigan joy qarindosh urug'larning ichida bo'lsa. Ammasi, xolasi, akasi, ukasi, singlisi, mana shu kishilarga demak sadaqa fitr berishda 2 ta ajr bo'ladi. Birinchisi sadaqa fitrda ajri, ikkinchisi silay rahmda ajri. Demak mana shu sadaqa fitriga tegishli bo'lgan ahkomlar, mana shu narsani nihoyatda yaxshi bilish kerak. Bizga endi hozirgi kunda muhim ya'ni ehtimom beradiganlarimizdan bittasi demak o'g'il qizlarimizga berarkanmiz, balog'atga yetganiga berishlik vojib. Balog'atga yetib puli bo'lmasa sen ham berib qo'y deydigan bo'lsak, qo'liga o'zini pulini berish kerak. Mana senga mendan hadiya, xohlaganingga nima qil? Yoki ota-onasiga bermoqchi bo'lsa, ota-onasiga o'shini pulini berish kerak. Sadaqa fitr deb berib olinglar deb. Endi sadaqa fitrni berishlikda ham himmat qilish kerak. Avvalgi davrlarda 2 kilo bug'doy ham katta narsa bo'lgan, hozirgi kunda 10 ming xolos. Misol 5 mingdan 10 ming. Shuning uchun xurmoni puliga hisoblaganda hozir demak 10 mingdan 600 minggacha bo'lgan miqdor chiqadi bir kishiga. Eng ko'pini imkon qadar harakat qilib berish kerak. Singlisining uyiga bo'lsin, akasining uyiga bo'lsin, xursandchilik kiradigan. Hozir endi 10 ming berib qo'ysangiz, haligi ko'chadagi faqir hamja xursand bo'ladigan emas. 2-3 kishini yig'sangiz ham xursand bo'ladigan emas. Endi xosatan boy bo'lsangiz, o'sha nisob egasi bo'lsangiz, nisob egasi bo'lganingizdan keyin demak birovning uyiga bir akangizga bo'lsin yoki boshqa faqirlikka bo'lsin xursandchilik kiradigan narsani berish kerak. Endi qachon vojib bo'ladi berish desa, Eid kuni, hayit kuni subhda namoz bomdod o'qisa, hayit namozi o'qiguncha vojib. Xo'p, ungacha berib olsa-chi desa, ungacha berib olsa yaxshi. Lekin vojib bo'ladigan vaqt qachon desa, vojib bo'ladigan bashi o'sha hayit tongida bo'ladi. Endi bir kishi ro'za tutib keldi. Araba kuni o'lib qoldi. Nima bo'ladi desa, sadaqa fitr unga vojib bo'lmaydi deydi. Bu masalani o'sha yerda vojib bo'ladi, o'sha paytda vojib bo'ladi deyishligimizni, urug'i berishimizni foydasi qayerda desa, foydasi shu yerdaki, demak, Arafa kuni o'lib qolsa, u kishi Arafa kechasi o'lib qolsa, u kishi sadaqa fitr berishlik vojib deb buni ado qilib qo'yamiz deyilmaydi. Demak, vojib bo'lgan payti subh, vojib bo'lgan kishi zakot bermasa ham nisobga ega bo'lgan kishi, beriladigan kishi hozir aytganimizdek silay rahim, aka, singil, opa, amma, xola hammasi, faqat buvisi, opa, dadasi bo'lmasligi kerak. Va nevara chavaralari, o'g'illari bo'lmasligi kerak. Shunday qilsa, inshaalloh sadaqa fitrni to'g'ri ado qilgan bo'lamiz va joyiga yetkazib bergan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ana shu tavfiqni o'zi nasib etgan bo'lsin. Sadaqa fitrlarimizni joyiga berib, ham ro'zamizdagi kamchiligimizni to'ldirib, ham silay rahim, ham muhabbat, ham boshqa bir faqir kishilarning uyiga xursandchilik ulashishligimizni Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.